Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari tekshiruvdan servisga tamoyil asosida tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazib, ishbilarmonlarning muammo va takliflarini o'rganishmoqda. Bu esa sohani rivojlantirishi bilan birga soliq tushumlari to'g'ri va shaffof hisobotlar sonini oshirmoqda. Tekshiruvdan servisga tamoyili soliq tizimini jazolovchi mexanizmdan ko'ra qo'llab-quvvatlovchi va yo'naltiruvchi platformaga aylantirmoqda. Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari tomonidan mazkur tamoyil asosida olib borilayotgan ishlar poytaxtning boshqa tumanlarida ham davom etib, har bir tadbirkorga individual yondashuv asosida amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Xususan, Yunusobod tumanida o'tkazilayotgan uchrashuvlar natijasida ishbilarmonlar faoliyatidagi kamchiliklar joyida hal etilib, qonun buzilishlarining oldi olinmoqda. Bir necha muammoli savollarimiz bor edi. Ular bu savollarga atroflicha javob berib o'tishdi. Hozirgi kunda bu amalga oshirilayotgan ishlar albatta klinikaga yoki bizga o'xshagan tashkilotlarga juda ham katta amaliy yordam bo'ladi. Sababi ishimizni to'g'ri rejalashtirish kelajakda muammoli vaziyatlar yuzaga kelmasligida alohida o'rin tutadi. Aytish joiz, soliq tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish sifati izchil yaxshilanmoqda. Endilikda asosiy e'tibor tekshiruvdan ko'ra tushuntirish va ko'mak berishga qaratilyapti. Bu orqali xatoliklar oldindan aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Yangicha yondashuv asosida tekshiruvchidan servisga tamoyil asosida soliq boshqarmamiz rahbariyati tomonidan tashabbus boshlab berildi. Xususan bugun Yunusobod tumani soliq to'lash sifatida ro'yxatga olingan xususiy klinikada olib borilgan o'rganish natijasida markirovkalangan tovarlar xatlovidan o'tkazish, ularni tovar qoldig'ida qolayotganlik masalalari bo'yicha muammoga duch kelayotganligi bayon etildi. Belgilangan tartibda mutaxassisdan jalb qilgan holda tadbirkorlik subyekti rahbariyati hamda bosh hisobchilariga tegishli tushuntirishlar berildi. Markirovkalangan tovarlarni xatlovdan o'tkazish hamda hisobdan chiqarish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatildi. Mazkur sa'y-harakatlar Yakkasaroy tumanida ham davom ettirilmoqda. Tekshiruvda servisga tamoyili tadbirkorlik muhitida ishonchni mustahkamlaydi. Bu esa biznes faoliyatining barqaror rivojlanishiga, qonun buzilishlarining kamayishiga va iqtisodiy faollikning oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.